Videolarni yana boshladik. Ikkinchi qismi bu. Shamuchan bozoridan. Videolarni imkon qadar har doim kam olardim. Bu safar ko'proq olaman. Bir 10 ta 15 ta. Har 2 kun, 3 kunda bir qo'yib boraveramiz. O'zbekiston daligimda ham qo'yaveramiz, xudo xolasa. Mana shu narsalar ham shunaqangi zo'r narsa ekan. Bu nima narsa desanglar? Stullarga shu как nima ekanda? Postavka deymizmi? Qo'yib o'tirasiz, shunaqa zo'r ekan. Narxlari 25 yuan ekan bu yerda. 25 yuanda 1700-1750 ga ko'paytiraverasizlar. Ular ham chiroyli ekan. Bolacha nima qilyapti? O'ylab yuribdi. Mana o'sha Kinzor firmasi zavodida ishlaydigan do'konga kirganmiz. Bu yerda o'sha qimmat, original, toza narsalar. Mana ko'raverasizlar. Bular o'sha dollarlik qimmat narsalar. Mana shu korobkalari buzilmagan holatda boradi. Bular press qilinmaydi. Bundan tashqari xo'p, ular 280 mana divan bezaklardan olganmiz. Bular shunaqangi zo'r. Kачествоsi ham, ko'rinishi ham ko'raverasizlar. Bular o'zimizda O'zbekistonda bor, ya'ni oldik 10 kunlarda yetib boradi. Shunaqalarni katta ob'yomda olaman deganlar ham aloqaga chiqaverasizlar. Dasturxonlarda ham ana qimmatlari bo'ladi, zo'rlari. Buni dasturxon tushunadiganlar biladi. Shunaqalari ham bor. Ya'ni mana misol uchun bularni ko'ringlar. Pastda nomer qoldiramiz. Mana shunaqalar narxlarini bilmoqchi bo'lsanglar, telefon qilsanglar ham bo'ladi, lekin Telegramdan yozsanglar yana ham qulay bo'ladi. Xitoyga ham o'zingizlarni olib kelib, shu joylarni ko'rsatishimiz ham mumkin. Kinzor firmaniki ekan, juda ham zo'r. Ko'raverasizlar. Do'kon juda ham chiroyli. Mana sizlarga nimani ham ko'rsataman, ya'ni divan bezakdi. Ishlar ham juda bir boshqacha ekan, ko'ringlar. 3 xil rasvetkasi bor ekan. Seri, korifey hamda oq. Mana asl ko'rinishi. Bulardan ham oldik. Bunisidan. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Mana firmaning nomi Kinzor. Bizni kuzatishda davom etinglar. Eng asosiysi kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa chiroyli Xitoydan zo'r obzorlarni ko'rib borasizlar. Savdo sayohat kanalimiz. Do'konimiz manzili Andijon Shahrixonida. Bu ham juda bir boshqacha ekan, ko'ringlar. Bularni ham ko'ringlar.